Akalar boshlang'ich to'lovsiz Spark avtomobili avtomat korobkasidan ko'ryapmiz. Assalomu alaykum. Aka, o'rming. Charchab qolmayapsizmi? Tuzumsiz, ahvollaringiz yaxshimi? Xo'p, bitta ma'lumotlarni tushuntirib keting. 2022-yil. Aha, salon holatlarini ko'rsating. Salon holatlari akkuratni turibdi. 49 ming yurgan. Qancha yurgan? 49 ming 49 yurgan. ming yurgan. Aha. Xo'sh, gazi bor. Mashina xarajati yo'q. Gazlari bilan tayyor turibdimi hozir? Tayyor turibdi. Hech qanaqa o'rnatib bermaysiz, tayyor o'zi turibdi. Chuqurlari, poliklari, barlari, xullas mashina haydashga tayyor. Nima deymiz boshqa? To'g'rimi? Ani Cobalt disk emas, o'zini radnoy diskasi baribir yumshoq, yengil yuradi, to'g'rimi? Aka, boshlang'ich to'lovsiz boymanga yetdingiz, kadrdan oldin. Xo'p, qancha ketyapti hozir xarajatlariga? Viloyat bo'lsa 850 dollarlik. U yoq bu maksimum 850 atrof tushadi. Toshkent oblasiga 750 750 atrof ketyapti. Yana kelishsa xarajatlarni o'zingiz qilib olishadi. Xullas, bankka boshlang'ich to'lovni o'zingiz yoningizdan to'lab olasiz. Xarajatlarni o'zingiz qilib olishadi. Baribir Jiguli olsa ham, Gelik olsa ham shu xarajatni qiladi. Shunaqa. To'g'rimi aka? Shunaqa. Joningiz sog' bo'lsa, past nomer qoldirib qo'yaman, telefon qilsa yana batafsil ma'lumotlarni o'zingiz olishadi, to'g'rimi? Joningiz sog' bo'lsin. Bitta pasport, 12 ta viloyat.